Odam bo'lish qiyin. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekov qalamiga mansub roman. Asar adibning ilk romani bo'lib, 1969-yilda yozilgan. Roman yozuvchining ilk katta asari bo'lsa-da, yaxshi muvaffaqiyat qozongan va 50 yildan buyon qayta nashr etilmoqda. Asar real voqealarga asoslanib yozilgandek o'ziga jalb etadi. Asarda ota-onaga hurmat, qadr-qimmat, odamiylik tuyg'ulari, yosh qalbning tuyg'ulari, o'zbeklarning sodda va mehribonligi, o'spirin bolaning orzulari va shunga o'xshash voqealar ibrat qilib yoritib berilgan. Unda o'zbek ayolini yaqqol namoyon etgan Hojar buvi, kuni faqat qora mehnatda o'tadigan qo'llaridan har doim benzin isi alqab turadigan Obid aka, o'zining jonkuyar mehnati uchun qahramon unvonini olgan qishloqning oldi odami Yusuf aka, maktabda yaxshi xulqi va a'lo baholar bilan o'qib kelayotgan Abdulla va qishloqning aqlli qizi Gulchehraning hayotidan hikoya qilingan. Asar qahramonlari Abdulla, Gulchehra, Samad, Sayyora kabi endigina maktabni bitirgan, katta hayot ostonasida turgan yoshlardir. Ularning har birini o'z maqsadi, o'z rejalari bor. Lekin bu qahramonlarning bir-biridan farqi ana shu maqsadlariga qanday erishishlarida. Abdulla yaxshi, o'qimishli va ziyoli oilaning yakkayu yolg'iz farzandi. Maktabda a'lo baholarga o'qib, oltin medal bilan yakunlaydi. U yaxshi tarbiya olgan, doimo yaxshi o'qishga, yaxshi kasb egasi bo'lishga, yuqori cho'qqilarni zabt etishga intilgan. Lekin bu intilish keyinchalik boshqa yo'nalishga o'zgarib ketadi. Maqsadlar, rejalar o'sha, ammo maqsadga erishish yo'li o'zgaradi. Abdulla otasiga o'xshashni xohlamaydi. Shohona hayotni, yaxshi mansablarni istaydi. Bu yo'lda bir qizning hayotini barbod qiladi. Gulchehra esa oddiy qishloq qizi, chiroyli, aqlli qiz. U ham maktabni yakunlaydi. Ko'pchilik qatori shaharga ketmasdan qishloqda qolib, uni obodonlashtirishni, qayta qurishni orzu qiladi. Ilk bor sevib qoladi, balki bu sevgi ham emasdi. Axir hech kimga ko'ngil qo'ymagan, yaxshi yomonni farqiga bormaydigan qiz edi. Abdulla va Gulchehraning sevgisini yoshlikdagi oddiy havas deb tushunish mumkin. Ikkisi ham bu hisni ilk bor yashadi va ilk bor dunyoda shunday tuyg'ular borligini his etishadi. Abdullaning fojialisi nimalikda? Xiyonatmi yoki irodasizlik? Asar bizga vijdon va nafs o'rtasidagi kurashni ko'rsatib beradi. Inson bo'lib tug'ilish oson, lekin umr bo'yi inson bo'lib qolish eng og'ir yumush. Muhabbat faqat baxt emas, u ham bir sinovdir.